Mehmon, assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'tiring, mehmon. Yaxshi keldingizmi? Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Yibidon. Gap yo'q. Qanaqa edi Ronaldoniki? Yo'q. Bunda taqib. Men qo'yib beraman, to'g'rimi? Zo'r ekansiz. Voy. Yo, men ismim Nizamov va men hozir Azimjonga podpishchilar tomonidan berilgan savollarni o'qib beraman, javob olaman. Ovqatga bo'lsa Pepsi javob beradi. Ketdi. Naslashlatsa qilay bo'ldi. Qanaqa. Kirs. Ay. Ovozlarni qarang mana. Bo'ladi. Fast food, Pepsi'siz fast food emas, bilasizmi? Albatta. Men bo'shab turayman, qo'ldan tushib ketib qolsa ham yonida dars o'qilaman. Pepsi barcha ta'mlariga javob beradi. Glatok qilaylik. Gibidon. Hoppa, rejamiz. Samandar tomonidan berilgan savollarga javob beraman. Agar bir Vayner bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Agarda Vayner bo'lmaganimda men o'zi bank sohasida o'qiganman. Bankir bo'lgan bo'lardim, biznesmen bo'lgan bo'lardim. Bo'pti, keyingi savol. Pepsi'ni birinchi marta ichganingizni hayotingizdagi qaysi paytga o'xshatasiz? Men ham qop-qo'ladan yig'gan futbolistlar bo'lardi-yu. Futbolistlar ismlari. Polni hammasi uyim to'la Pepsi bo'lgan, hammasini yig'ib stakan yutib olganman men. Restoranlarga borardim. Pepsi ichyapti mehmonlar menga probkasidan bering, yo qayda borishga, urishga, og'ir Pepsi olgandim. Bunaqa konkurs boshqa qanaqalarda bo'lmas edi, faqat Pepsi'da bo'lardi. Pepsi qilardi, ha. Xo'p, keyingisi 24 soatga ko'rinmaydigan bo'lib qolsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Chetlarga chiqib kelardim men. Borardim, deb men Ronaldo bilan ko'rishib kelardim. Futbolchilar bilan ko'rish orzuyim bor o'zi. O'shalar bilan ko'rishib, ko'rinmasam rasmni tusha olardim-da. Ular ko'rmaydi-ku, to'g'rimi? Keyin kelib post qo'yardim. Bo'ldi. Salomat. Yaxshi. Pepsi sport bo'yicha musobaqa uyushtirsa, qaysi sport turini tanlagan bo'lardingiz? Albatta, millionlar o'yini futbol. Bunda taqib. Hop. Yaxshi, tema qo'y. Ronaldo nomerining. O'rtoqlar, eshitdinglar, hamma savollarga Azimjon javob berdi. Nima deb o'ylaysizlar? Hamma savolga chestni javob berdimi yoki qattiq aldab ketdimi? Albatta, Qoldiringlar.